Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bugun men Doniyor aka bilan suhbatlashish uchun oldilariga keldim. Assalomu alaykum Doniyor aka. Yaxshimisiz? Kelayotgan yangi yillaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Doniyor aka, mana sizni qo'shig'ingiz bor-ku, ayol aziz. Mana shu qo'shiq juda ham zo'r, ta'sirchan chiqqan. Ayniqsa ayollar mazza qilib eshitadi bu qo'shiqni. Shu qo'shiqni yaralishi qanaqa bo'lgan? Endi bu qo'shiqni aslida har bahorda bo'lib o'tadigan Sen aziz va muqaddasan ayol konsert dasturi uchun 8-martga bag'ishlab uyushtiriladigan mana shu konsert. Mana shu konsert muallifi Zamin studiyasining rahbari ustozimiz Sadulla Abdullayev tomonidan shu taklif kiritilgan. Doniyor, mana shu qo'shiq ishlasak ayollarimiz haqida yaratsak deb va shu Burxon Berdiyev aranjirovkasi, Nurbek Toshtonov so'zlari, she'rlari bilan shu qo'shiqni keyin xalqimizga e'tiborga. Birozdan so'ng shu qo'shiqni jonli ijrosini eshitamiz. Doniyor aka, mana 2026-yil ham juda sanoqli kunlar qoldi kirib kelishiga. Yangi yil rejalaringiz qanaqa bo'lyapti ijodda? Yangi yilda yana yangi qo'shiqlar, yangi kliplar va konsertlar. Ijod. Endi jonli ijroni eshitamizmi? Mayli. Ayol aziz. Azal yaratganda Xudo, shirin so'zga joni fido, ayoldir u. Orzusidan kechib goho yori uchun qilgan vafo, ayoldir u. Yo'g'iga ham ko'nib ketgan, ro'zg'orini mahkam tutgan, ayoldir u. O'zi yetmay murodiga, farzandidan umid kutgan, ayoldir u. Ayol aziz, muqaddasdir, nozik xilqat, hech shubhasiz, ona zamin kabidir siz. Siz ham ulug', siz ham aziz, ayol aziz, muqaddas ayol. Rahmat. Rahmat, mazza qilib tingladik. Endi mana bizani kuzatuvchilar, o'zingizni kuzatuvchilaringizga yangi yil tilaklaringiz, yangi yil tabriklaringiz. Men Ravshan akam bilan ko'rishib juda ham xursand. Men ham xursand bo'ldim sizni ko'rganimda. Ravshan akamni ayniqsa mana yangi yo'nalishda Instagram, Facebook tarmoqlarida mana profilimizni shunaqa bir san'atkorlar bilan yaxshi bir intervyular boshladim deganlaridan juda xursandman. Boshlagan ishlaringizni Alloh xayrli qilsin. Barcha mana sizni tomosha qilib turgan sizni podpischik, obunachilaringiz, muxlislaringiz sog' bo'lsin. Shu muxlislaringiz uchun yaxshi kontentlar olishda charchamaymiz. Ilohim boringlarga shukr. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Kelayotgan yangi yil hammamizga qutlug' bo'lsin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat.